Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun mana damozimiz kelgan. Bu damozimizga mana amortisatörni gazoy qilib berdik. Keyin damoz balon buraya tek tutgan mana. Buni ham ko'tarish kerak ekan. Bunga mana Nexia podushka qo'ydik. Nexia podushka qo'yib ko'tarib beramiz. Yanada yumshoq bo'ladi. Amortisatorimizga gaz urib berdik. Yumshoq qilib. Endi xudo xolasa ruli ham yumshoq bo'ladi. O'zi ham yumshoq bo'ladi. Xudo xolasa videomizga ko'rishda davom etinglar. Ko'rsatib beramiz polni oxirida dakonsa. Damas amortisator mana podushka qo'ydik. Mana ko'rasiz. Ruli yumshoq bo'ladi endi xudo xolasa. Bu podushkani qo'ygan yaxshi tarafi endi xudo xolasa podushkasi chiyishib ketib bu darrov chiyish damoz amortisat podushkani tizimlashadi. Bu endi mashminda xudo xolasa ancha hammasi tekis qilib beradi. Chiroyli bo'lib mana qo'yildi xudo xolasa. Mashina yumshoq bo'ladi. To'g'ridaydi. Ilik ko'rib ko'rsatsa. Ilik emas, sağ açık yo'lda yustaman. Zo'r bo'pti. Adresni ko'rsatib o'tamiz. Mana Hadoy amortisati, mana telefon nomer 511 0171 97lik. Keyin sizlar adresni to'liqroq tushuntirsak, bu tarafdan kelganimizda Daritalda o'tgandan keyin Urdu, Yoshlar o'rgatgan instituti, uni o'tgandan keyin peshixod svetofordan keyin 300 metrda yana 10 qo'ldamiz bizning ishimiz. Yana bu tarafda Barner, Aquadan keyin bizniki. Bu tarafdan kelganingizda mana Indabochayxona, Ko'naqamish shundan yurib svetoforga kelib, svetofordan chap aylanasizlar. 500 metrdan keyin Aquadillerning yo'lni bu tarafında. Keyin aran tarafdan Dehqon bozor tarafdan kelsangizlar, Dehqon bozordan svetofordan to'g'riga o'tib, Yoshlar ko'lidan keyin Ya'ni o'zi Yoshlar ko'lidan keyin o'tib svetofor keladi. Do'ppa to'g'ri kelsa, Yoshlar ko'lidan keyin ulug' katta svetofordan 10 qo'l aylanasizlar. 500 metrdan keyin yurib, yechil aylanmay mana Aquadillerning bu yo'lni bu tarafida. Mana yurib kelaverasiz mana Hadoy amortisati. Telefon nomerlarimiz ham bor.